kim bir ilonni o'ldirsa, ana shu o'lgan ilonning do'sti kelib turib o'ldirgan odamdan o'ch oladi, uni zaharlab o'ldiradi degan noto'g'ri tushuncha, e'tiqodlar, bidat, xurofotlar bizni ichimizda hali ham bor. Shu gapni aytib yuradigan insonlar bor. Abdulloh ibn Mas'uddan hadis rivoyat qilinadi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Abdulloh ibn Mas'ud bizga bir hadis aytadilar. Rasululloh aytadilarki: "Uqtulul hayati kullahunna, faman khafa tha'rahunna falaysa minni." Ilonlardan barchasini o'ldiringlar. Kim ilonlar o'ch oladi deb qo'rqsa, bizdan emas deydi. Illo to'g'ri tekis yuradigan oq ilonni o'ldirib bo'lmaydi. Dumi kesilgan va orqasida ikkita qora chiziq bor ilonlarni ko'rgan joyingizda o'ldirishingiz kerak. Ayni shunday ilonlar borki, ulardan 3 marotaba izn so'ralinadi. Ya'ni Nuh alayhissalom va Sulaymon alayhissalomga bergan ahdilar hurmati bu yerni tark etinglar deyiladi. Tark etsa etdi, ketdi. Agar ketmasdan zarar bermoqchi bo'lsa, demak unday ilonlar ham o'ldiriladi. Demak, faqat bir toifa ilon o'ldirilmaydi. Shunday ekan, ilonlarning do'sti kelib turib o'ch oladi, qasos oladi degan tushuncha xato, bu noto'g'ri e'tiqod.